Bu original firmaniki. Mana bu o'zimizni qo'qon chiqaradigan. Qo'limdagi bu narsani svarka qilib qo'yganimda ko'pchilik bilmas ekan, nima narsa degan savol rosa ko'p. O'shanga oydinlik kiritib beraman hamda foydali ma'lumot bo'ladi. Bu qo'limdagi narsa nakonechniy syomniy deyiladi. Bu asosan Nexia 1-2 mashinalari nakonechniy joylarni ko'pchilik urgani uchun yanchilib ketadi. Uni urib bo'lmaydi, sababi temir. Cho'yan bo'lsa ursa bo'ladi. Bu narsaning har xili bor. Bu original firmaniki. Mana bu o'zimizni qo'qon chiqaradigan qo'lbola firma. Buni nima afzalligi hamda nima farqi bor sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi bo'lib, mana bu narsa pilusi yaxshi original firma, minus tomoni buni shoyitlayib berib bo'lmaydi doimgidek. Shoyitlayib bersangiz, xuddi shu ahvolga kelgizib qo'yadi. Salkam singaniga 5 yil bo'ldi, 5 yil, 6 yildan beri singan edi. 1-2 oy oldin yana endi ishlashni boshladik. Bu narsa tushadigan joy nakonechniga shunday tushadi. Hamda mana bu joydan gaishni, faqat gaishni pistolet tushmaydi teva tomon, sababi krelich kichkina. Gaishni de bo'shat qatirasizlar. Shu joyi nakonechniy rezvani itaradida taqqilab chiqaradi. Xo'p, buni narxi anchagina qimmat, kamida bir $50 turadi, minimalniy. Nimagaki materiali yaxshi hamda firmasi tozaligi uchun. Xo'p, endi ikkinchisi mana bu narsa qo'qon qo'yadigan narsa. Buni narxi 100 ming so'm yo'nverda turadi. Buni bemalol shoyitga berasizlar, rezvasini o'ldiradi. Yangi olib kelib bersanglar, achinmaysizlar, bemalol ishlasa bo'ladi. Buni ishlash prinsipi buni ham xuddi o'sha nariginga o'xshagan joyga solasizlar, hamda tagiga pistolet solasizlar. Pistolet solganlaringda bemalol bu bo'shatishi mumkin. Sababi tagi bemalol pistoletda anaqa gaishni solish shart emas, pistolet bemalol bo'shatadi. Hozir buni plus minusi afzalligi plus tomoni bu narxi arzon. Bemalol qo'yib, o'ladigan bo'lsa 100 ming so'mga achinmasdan qo'yishlaring mumkin. Endi minusi faqat mana shu tomoni rezvasi o'lib qoladi. Mana o'lganlari ham bor bizda. Ko'rib turibsizlar, anchagina rezvasi sata. Buni olasiz, rezvasi o'ldimi, remont qilmasdan boshqadan qo'yib yuborasiz. Ko'pincha sinib ham ketadi, lekin puliga stoyt bemalol olib ishlasalaring bo'ladi. Xohlasalaring mana buni ishlatinglar, xohlasalaring mana buni ishlatinglar. O'zim ishlataman, nozik ishlarga desalaring. Mana bu ideal variant hamda video uchun zo'r. Mana bu narsa farqi yo'q, bu joyi sof tashlaysiz, o'shanda ishlayveradi. Xohlasalaring bundan, xohlasalaring bundan. Yoqqanini ishlasalaring bo'ladi, lekin ikkosini ham effekti bor. Mana bu narsani ancha yil ishlatganmiz. Mana bu narsani 1 yilga bormay o'ladi. Albatta yangi olamiz. Tanlovchilardan ikkosi ham yaxshigina narsa, ikkosi ham nakonechniy syomniy deyiladi. Bu videoda instrument olaman degan ustakalar uchun jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan ham qiziq videolar hali oldinda Avtosentrga obuna bo'lib qolinglar.